Assalomu alaykum azizlarim. Instagram, Telegram orqali xudo xohlasa darslarni tugatib oldik. Qani ketib Assalomu alaykum. Yana bir marotaba azizlarim. Voronejga kelib oldim, mana kiyimlarni kiyib, xudo xohlasa kelin salomchiga aylanib oldim. Kelin salomchi Tobek mahallasi, Abdurashid aka xonadoni, Jumagul opamizni chiroyli qaynonamiz xonadoni, chiroyli kelin salom kuzatishda davom eting. Aksiga olib, mana yomg'irlarni qarang, qorga aylanaman deb turibdi. Sizga farqi yo'q, ustasiga farqi yo'q. Oy bor qizim, aman bor qizim, yangi uying tomon bor qizim. Oy bor qizim, aman bor qizim. Odamlar yeb ichib o'ynab, kuling birga bo'ling. Yo'qlarida pardasi, yerlar dastaya, kelin kelar yor. Eng birinchi bo'lib Allohning nomlaridan, so'ngra payg'ambarlar nomini aytib, xonadonimiz ustuni, arkonisi, qaynotajon, qaynotajonlar nomlaridan aytib, chiroyli kelin salom marosimlarimizni boshlab olamiz. Qo'sha qarisin. Ana endi payg'ambarlardan qolgan urf-odatlar. Xudo xolasa eng birinchi bo'lib Allohning nomlaridan, so'ngra payg'ambarlar nomlarini aytib, chiroyli salomlarni boshlab oldik. Yangi poshsha nima deydi tushunmadingiz-da? Qo'li to'lmaydigan. Onajon, hay onajon, xudo, hay xudo, hay deydi xudo, keling aylanib keling. Assalomu alaykum. Aylanib keling, do'mboqqina, yumshoqqina. Bir o'choqni boshiga borib qozon ochib qarasangiz, kiloga qilingan osh shovlada oyijon. Endi nima deb urishasiz? To'g'risini ayting faqat. Keyingisini yaxshi qilayman. Mehribon ekan, oyijonimiz o'ziga o'xshagan. Lekin mana shu xudolarni shunaqangi o'ynatib olamiz. Kelin poshsha.
boyvachchasi, boy bobomizning eng dahshat oti deng. Qani qarsanglar. Hoppa! Bulaylarga ammajon, sizga salom aytaman. Eshik ochilar ekan. Allohim ammalarimizni qadami uzilmasin. Ammalarimiz borki, mana shu xonadonimiz boy. Akajonim Xudo xolasa aytar ekan, "Ey Nasiba singlim, muhabbat singlim, tasha dunyo tashvishlarni tasha. O'zing qolib endi bolangni bolasini boqib yuribsanmi?" Ketdik bir zominlarga chiqib, otamni, enamni esataman derkan. Yangajon yilda bir marotaba bo'lar ekan. Hammamizga bu saboq o'rnak bo'lar ekan. Endi ammajonlarning chiroyli ta'rifini berdik. Bu yerda xolalar qanday turibdi? Voy, mening jigarim to'yga kelgan edi. Xolalardan tushadi shallola. Voy, hammadan go'zal hola. Kela qolsin. Hoppa! Canım bir gelirde dörlerden Sadisen canımdaman Ne bolsa ham sevgilim Hamise Lada 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 dalamada Bizi coşkan yıllarım süt edip kalmadı Canım o canım Egile damandana Aytıp verar edi Serenada Lada 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 dalamada Bunda oynab kulganing holati o'ynab Rosa qizlari qarashigan, zarromonlari yarashigan, rosa to'la qora soch, aqabulaylar go'zal qizlar, sizga salom aytaman. Mushkalari qaymoqli, mushkalari ilmoqli, mushkalari qaymoqli, sizga salom aytaman. Ana hamma yumishni Xudo Voy Feruza opam boshla. Qolganlari mana bu qora chopon yonbosh. Sariq soch yelkadosh. Do'mboqqinam qalam qosh. Kela qolsin qo'shni jonlar. Yodingga solib beraman Yodingga bora beraman Boshing qo'shiga ayladi Boshingga qola beraman Yodingga sola beraman Yodingga bora beraman Boshing qo'shiga ayladi Boshingga qola beraman Xudo xolasa chiroyli kelin salom marosimi tugatib oldik. To'g'larda, svetlar o'chirib, jonli ijrolarda, pozitiv kayfiyatlarda bizni kuzatishga davom eting. Chiroyli kelin salomchilar, chiroyli go'zal qo'shnilarimizdan bir qo'shnilarimiz